Qadrli kitap anglash to'pidagi do'stlar, bugun Ulug'bek xazinasi 2-qism 13-mavzuni o'qishni boshlaymiz. Qanamsa qo'liqingda kitobda bo'lsin. Bo'ri bir joyda turolmay, tor darvozaxonada qafasga tushgan qushdek taqatsiz aylanib yuradi. Tamlarga savut, dubulga, qilich ve qalqan esilgan darvozaxonada bo'ridan boshqa hech kim yo'q edi. Yasavullar darvoza oldidagi maydonda gulxon yiqib, isinib o'ltirishadi. Bo'ri birdan to'xtab, saroy tarafga quloq soladi. Lekin atrof jimjit bo'lib, u kutayotgan shapa nahalliq yo'g'on ötükning gürsildishi anglanmaydi. Bo'rining sarosimiga tushishi sababsiz emas edi. O Amir Jandardan to'g'risini aytganda, uning boya degan gaplarini Amirning shahzodiga aytib qo'yishidan qo'rqadi. Bu gaplarning og'zidan qandoq chiqib ketganligini bo'ri o'zimi bilmay qoldi. Lekin keyingi kunlarda uning beshiga og'ir kun tushgachga u ko'nglidagi gapini qilishga majbur bo'lgan edi. Buningdan bir hafta ilgari bo'rini Shayx Nizomiddin Xomush yana chaqirdi. Shayx uningdan Ko'ksaroyda yuz berayotgan voqealar, shahzodaning boshqa el yurtlar bilan bo'lgan xat aloqasi, sarkardalarning o'zaro munosabatlari, orda amaldorlarining turli ishlarining birini qo'ymay, birma-bir surishtirdi. Mirza Ulug'bekning navkarlari va shogirdlaridan, ilm ahlidan kimlar zindonga tashlanib, kimlar qo'yib berilganligini so'radi. Qisqasi, u so'rab surishtirmagan birmi ish qolmadi. Bo'ri pirining hamma savollariga javob bergachga, Shayx uningdan rozi bo'lgan edi. Lekin so'roqning oxirida gap aylanib kelib, yana izdiraksiz yo'qolgan qalandarga taqaldi-da, piri uningga qattiq koyidi. Sana ishinib saroyga tayinladim. Shahzodaning shaxsiy yasovuli qilib qo'ydim. Lekin lag'aylab yurgan bir musofir gadoyni tutamay nima qilib yurasan? Degandek gaplarni qilib, shundoq koyidi va do'q qildiki, bo'ri pirining oldida yerga kirib ketgudek bo'lib, ko'ngli og'rib qaytib chiqdi. Oysiz qop-qorong'u so'g'uq bir kecha edi. Alg'ay uchini arg'amiqidan olmoqchi bo'lgandek etini rasa qamchiladi. Lekin qabriston yenidagi darvishlar xonaqosiga yaqinlashib, hamdu sano o'qiyotgan qalandarlarning "Ya Allah do'st, ya Allah" sini anglaganda to'satdan ko'ngli bir qismi bo'lib ketdi. Uning siriq purab turgan xonaqaga kirib, kiyimlari jul-jul bo'lib ketgan Xudoning gadoylari orasida o'ltirg'isi, ularga qo'shilib zikr qilg'isi, nas yoki nasha chekib, uzoq xiyol surgisi keldi. Bu vafosiz fani dunyoning barliq tashvishlarini, ko'nglini bearam qilayotgan g'am andishalarni esidan chiqarib, birdan bo'lsa-mu g'am andishadan xoli gadoy bo'lib olish istiki uni yo'ldan burilishga undidi. Tepsi qubbusiman g'uva xonaqoda biri zikr qilib, biri chilim tatib, yana biri kun bo'yi ishik yurib tapgan oqchilarni sanab, istiftak orasida haridak g'ung'ildab o'ltirishgan zohidlar bo'rini qiyqas ko'tarib qarshi oldi. Birisi uni iloh dargohini tashlab ketgan murtad va kuppar deb so'ksa, birisi uning beshidagi dubulg'usi va uchisidagi savutga esilib shanxo qildi. Yana birisi darhol
qo'lidagi isi burqsib turgan chilimni tutqizdi. Chilim bek kuchlik bo'lganlikdanmi yoki bo'ri uzundan biri chekmay yurganlikdanmi, o bir ikkili tortishi bilan ko'zi qorong'ulashib, ko'nglidagi hamma qayg'u unutilib, o'zini boshqa bir olamga kelib qolgandek his qildi. O beshidagi dubulg'isi, uchisidagi sautini yeyishib, kuloh kiydida zikr qildi. Arqadan bir chekim nas chekib, uzoq xiyol surdi. Gadoylik, yo'qsullikda o'tgan umrini o'ylab, ko'ngli buzilib yig'ladi. Oxir xonaqoning bir bulunga tiqilib uxlab qoldi. O uyg'onib qanchalik uxlaganligini, qayerda, kimlar orasida yotganligini xeyli vaqtgacha eslayolmay qoldi. Xonaqoda faqat birli jinchiroq pil qilib turadi. Eski çapallarga o'rnab olgan dervishlar yerga silingan bo'rilarda bir-birini qistishib uxlab ketgan edi. Bo'ri dubulg'isi bilan qilichini aron tepib, sesiq puroqqa to'lgan xonaqodan chiqqanda vaqt yarim kechadan oshgan bo'lib, bulutlar orasida allaqanchalik cho'g'dek pildab turgan o'kar tik kelgan edi. Bo'ri sovuqda taqatsizlangan holda yer chopchib turgan arg'imiqini minib qamchi urdi. Mazari Sharif bilan Ko'ksaroyning oraliqi xeli yiroq bo'lib, yo'l shaharning chetidagi bog'lar, dehqon va hunarmand kasiblar o'ltiraqlashgan rayondagi tor ko'chalar, pakar do'konlardan tarkib topgan rastalar va o'yman do'ng joylardan o'tadi. Bog'lar, üzümzarlar çöllüşüp qalğan bo'lib, hamma yoq Güristondek jimjit edi. Bo'ri bog'lardan o'tib bozor maydoniga chiqdi. Andin eski tuski narsalar sotilgan rasta oldidan ot choptirib o'tib, o'stan bo'ylab ketdi. O'stan bo'yiga tumirchi va tunikchilarning do'konlari joylashgan bo'lib, bu yerdimi qorovullar ko'rinmaydi. Bo'ri nima uchundir to'satdan yuragi siqilib, etini yana qamchiladi. Tömürchilar rastisining oyig'idagi 4 ko'chadan o'ng qo'l tarafga burilib, qo'lalchilar rastisiga, andin bo'shikchilar va egarchilar rastisidan o'tib, Ko'ksaroy maydoniga borg'ili bo'ladi. Bo'ri tömürchilar rastisining oyig'iga yetib borganda, to'satdan oldidan 3 nafar otliq kishi chiqib qoldi. Bo'ri ularni kechada shahar aylanib yurgan suvarilar bo'lsa kerak deb o'ylagan bo'lsa-mu, o'diqib o'zini sal chetga oldi. Lekin otliqlar yo'l berish tugul qo'yindek bostirib kelyotdi. Bo'rining yuragi suv bo'lib, etining beshini burmoqchi bo'ldi. Lekin dal shu paytda otliqlardan biri uning yon tarafidan bostirib kelib, beshiga qora teri qopqa o'xshaydigan bir narsani tashladi-da, yipidan tortib, bo'ynidan g'iqqida bo'g'ib oldi. Bo'ri qop ichida tipirlab, qilichiga qo'l uzatdi. Biroq kimdir birisi uning qo'lidan tutib, keyniga qayridi-da, arg'amchi bilan ching bog'lab oldi. Keyin egarga ortib olib, ot choptirib ketdi. Bo'ri teri qop ichida nafsi qisilib tipirlab baqdi. Varqiray desa, kimdir birisi qopning tanisini qattiq tortdi-da, kekirtikini yana g'iqqida bo'g'ib oladi. Bo'rining mo'lchirida otliqlar 1-2 parsak yo'l mangdi. Qandaqdir idirliq va eriq o'stanlardan o'tdi. Oxir uni otdan do'mlatib tushirdi-da, xuddi go'rga so'rab kirib ketayotgandek so'rab mangdi. Bo'ri dahshat ichida tirik yumilgan bo'ldi deb o'ylab, vayda deb vaqiradi-da, o'shidan ketdi. Bo'ri o'shiga kelganda rostilla go'rga o'xshaydigan bir o'nkirda yotganligini, qishida saqal burutlari o'sib ketgan 3-4 odam turganligini ko'rdi. Qo'lidagi jinchiroqning sho'lisida yuz ko'zlarini tengib olgan, saqal burutlari o'sib ketgan bu odamlar Bo'rining ko'ziga Azroil bo'lib ko'rindi-da, a'zoyi badani muzlab,
ko'zini yumib oldi. Kimdir birisi uning yanida tizlanib o'ltirib, yuziga bir piyola sovuq suv chashdi. Bas, bo'ri, mug'ambarlik qilmay ko'zingni och. Qo'pol anglangan bu ovoz uningga tonish edi. Bo'ri ko'zini asta ochdi-yu, tiliga gap kelmay gangirab qoldi. Qeshida engishib turgan buruz soqollar o'sib ketgan bu odam Qalandar Qarnoqi edi. Qalandar, dedi bo'ri shivirlab. Qandoq o'xshamamdi ekanman? Qarnoqi ko'zini qisib kuldi. Qani o'rningdan turing. Yasavulum, gadoylik yo'lini tark etgan bu qochqinni tutib zindonga tashlang. Qani o'rningizdan turing, Yasavulum. Gadoylik yo'lini tark etgan bu qochqinni tutib zindonga tashlang. Qarnoqi shundaqda bo'rini yoqasini tutib o'rnidan turg'izdi. Xo'sh, jandi o'rnida bu savut, ko'la o'rnida bu dubulg'a, asa o'rnida qilich muborak bo'lsin. La'nati iblis. Bo'ri tushunmi, o'ngimmi degandek qilib ko'zini yana yumib ochdi. Yo'q, bu ko'rayotgani tush emas. U rostdanla go'rdek qo'rqinchli, yerim qorong'u g'arda turadi. Etrafini qarjapan kiyib, yuz ko'zlarini qora mati bilan tenglagan, soqol burutlari o'sib ketgan, qaroqchilarga o'xshaydigan odamlar qurshab olgan edi. Ular arasida 3 oydan buyon izdiraksiz yo'qolib ketgan diva qomat Qarnoqimi bor edi. Ularning arasida 3 oydan buyon izdiraksiz yo'qolib ketgan diva qomat Qarnoqimi bor edi. Qo'rqib dir-dir titrigan bo'ri ko'zlari aloq-jaloq bo'lgunicha hanglaqib turadi. He, Yasavul, nimishqa undimaysan? Ya jandangni savutga almashtirganliging uchun Xudoning qog'ishiga uchrab gochi bo'lib qoldingmi? Bo'ri beshini ko'tarmay g'udung'ishdi. Qandoq qilay? Kamina bir yalang'och gadoy, Allohning xohishi. Bu gadoy qanchalik begunoh kishining oilasini vayron qilib, qanchilgan musulmonlarning beshini tinidan judo qildi. Qanchilgan bichoralarni zindonga tashladi. Xudoning iltifoti shu bo'lsa, buningga nima chora? Xudoga til tekkizgicha o'z gunohingni tunib tavba qil, hey kazzab. Mevlani Ali Qushchi bilan Mevlani Muhiddinni zindonga tashlagan sen emasmi? Men lekin yolg'iz qilmadim bu ishni. Sözünü tushunmadim. Emirjondan Tarxon bosh bo'ldi. Bas. Bu ikki zotning nerede yotganligini bilmamsan? Bo'rining ko'nglida go'yo qorong'uda sham yongandek qandoqdir bir narsa pal qildi-da, beshini asta ko'tardi. Yuzlariga niqob tartib olgan noma'lum kishilar yana uni qurshab turadi. Lekin hech qaysisi undamaydi. Ularning hech qaysisini to'nig'ili bo'lmaydi. Faqat soqol burutlari o'sib ketgan bestlik Qalandar Qarnoqilar uning udulida turib, uni so'roqqa tortmoqda edi. Bilman, bilsang, ularni qutqizishning amali bormi? Qutqizishning amali tepilamdi mug'ambar. Bo'rining ko'nglida pilildigan sham go'yo nurlangandek bo'lib dili yurib ketdi. O amali tepiladi devatkisi keldi-yu, ko'zi Qalandarning o'qdek qadilib turgan ko'zlariga tushib, tili kalvalishib qoldi. Buni o'ylab ko'rish lozim. Qamoqxonaga Amirjondardan bir ruxsat kirgili bo'lmaydi. Qalandar uning bilikidan tutib qattiq silkidi. Gapimni quloq sol, bo'ri. Bu razil qilmishlaring uchun qonxo'r shahzodadan qancha tilla olding? Bo'ri mayuslanib, bir bichora gadoyga tillani kim beradi? Dedi. Merhamet qilsa qo'rishqimizni to'yg'izidi.
Bo'lmasa, uni yo'q. Bo'lmasa so'zimni quloq sol, bo'ra. Agar bu ikki Mevlana'ni qutqizishga yordam bersang, qo'lingga naq 100 tillani sanab tutqizaman. 100 tilla? 100 tillani nereden tapıdı bu gaday? Dedi bo'ra ichida. To'satdan Ali Qushchining qo'lida qolgan Amir Temurning oltinlari to'g'risidagi mish-mish gaplar esiga kelib, bo'rining ko'zi chaqnab ketdi. Aldı bilan bir muncha odamlarning rayini sanab baqish kerak, dedi u ehtiyotchanlik bilan. Bu yoqda Amirjandar bor, u yoqda Divan begi, Zindon begi, saqchilar. Qalendar uning beligini qattiqroq siqdi. Muddaoying sodilashib, naqin o'stirishmi nima? Yo'q. İşinin qiyinligini davatman. Qiyinligini peqirim biladi. Asan bo'lsa 100 tillaga va'da bermaydim. Maqsad ayon, amalini qilib ko'raman, dedi bo'ra qo'lini bo'shatishga urinib. To'xta bo'ra. Mevlanalar yotgan zindon saroyining qayerda? Buni aniq bilib kelasan. Ularni qochirib o'tish qiyin bo'lsa, zindonga teshib kirishning chorasi bormi? Bunimi bilib kelasan. Qulluq. Bo'ra qo'lini yana bo'shatmoqchi bo'ldi. Lekin Qarnoqi uning beligini bayiqidanmi qattiqroq siqdi. To'xta. Endi oxirgi so'zimni angla, bo'ra. Men bilaman. Sen Shayx Nizomiddin Xomush hazratlarining amri bilan Peqirni izlab yuribsan. Shayx meni tutib berishing uchunmi oltin va'da qilgandi? To'g'ri. Yaxshiroq bilib ol, bo'ra. Peqirning beshini tillaga sotmoqchi bo'lsang, o'zingning beshi kesiladi. Bu sirni oshkorlab qo'ysang, bizdan qechib qutulolmaysan. Osmonga chiqsang, putingdan so'rab tushaman. Og'zimdan yutib, quloqimdan chiqarib tashlayman. Uqdingmi? Bas. Sana bir hafta muhlat beraman. Bir haftadan keyin Köhek dağının etkideki yanaqlıqda yerin keçide uçuruşumuz. Bu sözümle maqul görsen, kolunga Kur'an'ı elip qasamiyat qıl. Yüzüge niqab tartılagan sakallı kişilerden biri, yastıqda keladigan Kur'an'ı onun koluga tutkuzdu. Böyle Kur'an'ı elip söydü, közlerine sürttü. Billahi azim. Böyle levlerini pichirletip, qasam qilib bo'lgan hamon atrofda turganlardan birisi uning qo'lidan Qur'onni tortib olib, beshiga bayiqa qora teri qopni tashladi. Boshqalar uning qo'llarini qayirib bog'ladi. Ondan yerga yiqitib, xuddi bir tag'ar go'shtni so'ragandek so'rab mangdi. G'ardan chiqqandan keyin bo'lsa kerak, uni ko'tarib egarga ortdi-da, qayoqqadir ot choptirib ketishdi. Ular yana bayiqidek uzoq yo'l yurishdi. Qir edirlardan, eriq o'stanlardan ot sakratib o'tishdi. Bir yerga kelganda uni otdan tushirib, qopning bo'g'ichini yechdi-da, o'zlari keyniga burilib, ot choptirib ketishdi. Bo'ra yuragi suv holda boqqushni yeyishib, beshini qopdan chiqarganida otliqlarning qarasimi ko'rinmadi. Faqat yiroqlab ketayotgan ot tuyoqlarining düpürülüşü iştiletti. Ve çulvuri belgi bağlangan argımıqı yenida yer çapçıp duratdı. Bo'ra etrafı qaradı. Onu Zarafshan bo'yidagi qo'mishliqqa tashlab ketgan edi. Yiroqda Qalendar degan ko'hakdagi g'ilpal ko'rinadi. Bo'ra narsa keraklarini tekshirib ko'rdi. Qaroqchilar hech narsaga tegmagan edi. Belidagi qilichi, beshidagi dubulg'isi, qisqasi hamma narsasi o'z joyida edi. Bo'ra etini minib shahar tarafga yo'l oldi. O bir necha kungacha go'yo bu ishlarning hammasini tushida ko'rgandek parishon holatda yurdi. O nima qilishini bilolmaydi.
bir ikki qatim Shayx hazratlarining oyog'iga yiqilib, yuz bergan voqeani aytib berish qaroriga keldi. Lekin har qatim shunda qilay deganda go'rga o'xshaydigan g'ar, uni qurshab turgan qaroqchi siyoqidagi odamlar ko'z oldiga kelib, qalandarning bilib qo'y, bo'ra. Bu sirni oshkorlab qo'ysang, bizdan qechib qutulolmaysan. Osmonga chiqsang, putungdan so'rab tushaman, degan so'zlari esiga keladi. Bo'ra yanala tush ko'rayotgandek bo'lib, parishon holda yurgan bo'lsa-mo, qalandarning topshirig'ini unutmadi. O ba'zi narsalarni maxfiy yo'sinda surishtirib ko'rdi. Biroq Ali Qushchi bilan Mevlana Muhiddin yotgan qamoqxonaga kirish nihoyatda mushkul edi. Buning uchun Amir jandarni qo'lga tushirish yoki divan begining muhri bisilgan farmon bo'lishi va yoki zindon begining ra'yini sinab ko'rish kerak edi. Bo'ra o'ylab oxir Amir jandarni qo'lga tushirish qaroriga keldi. O uzundan beri Amir jandarni maxfiy kuzatib yurgachga, keyingi vaqtlarda Amirning allaqandoq vasvasiga tushib qolganligini sezgan edi. Yolg'iz Amir jandarlar emas, barliq saroy ahlida xotirjamlik yo'qolib, hammasi bir-biridan qo'rqadigan, bir-birini paylab yuradigan bo'lib qolgan edi. Chunki sarayda farog'atdan asir qolmagan edi. Bo'ra qulaylik fursat topolmay yurib, oxiri ishini bugunga to'g'rildi. Lekin Amir jandar hushyor kelib sir bermadi. Ha, bo'ra, nemishqa qafasga tushgan och bo'ridek tinim topmay aylanib yursan? Bo'ra yomon bir ish ustida qo'lga tushgandek shaqqida qaradi. Darvozxonaning eshigida Amir jandar turadi. Onun quyuq qoshlari, ostiga yushirilgan ko'zlari sinash nazari bilan qisilib, qapqi silingan edi. Shahzodaga sirni oshkorlabdi. Endi tugashdi. Amir jandarning chiroyiga kulki yugurdi. Nemishqa titraysan bo'ra? Mana farmon. Mang, Mevlana Muhiddinni qamoqdan chiqarib elib kel. Bo'rining ko'zlari aloq-jaloq bo'lib ketdi. Ali Qushchi gunohini iqror qildimi? Ali Qushchi o'lganda iqror qiladi. Men Mevlana Muhiddinni deyapman. Ali Qushchi iqror bo'lmasa, nemishqa Mevlana Muhiddin qamoqdan chiqarildi? Sababi Amir jandar zahar xandilik bilan kuldi. Sababi Şah alileri Mevlana Muhiddin'nin qiziga kuyib qatdı. Qaysi qizi? Dedi bo'ra hayron bo'lib. Shahzoda Abdulaziz xushtar bo'lib, Amir İbrahim Beg'ning o'g'lidan tortib olgan go'zalmi ya? Sen bilmaydigan ish yo'q-da, mug'ambar. Bilman sababi Qalandar Qarnaqi degan darvish. Bo'ra so'zini oxirlashtirmay duduqlab qoldi. Qaysi Qarnaqi? Nima deb duduqlaysan, hey shayton? Amirim, bir divani bor edi. Shu sanamni deb aqlidan ozgan. Xo'sh, zindonga tushamdimiz? O'zing tushib elib chiq. Siz tushmasangiz zindondagi peqirga ishonmaydi amirim. Xo'p, yur, dedi Amir. Lekin darvozaxonadan chiqish oldida bo'rining miyrisini tutib to'xtatdi. To'xta, bo'ri. Baya bir gapni qilgan eding-ku. Qaysi gap? Ishonchli kishilar bor deganding-ku. Bo'ri xuduksini ishga qaradi. Keyin Amirning quloqiga ingishib pichirladi. Ko'k saroy bu gapni qiladigan joy emas, amirim. Boshqa chog'da deyman. Qadrli kitob o'quvchilar, Ulug'bek xazinasi 2-qism 13-mavzu tugadi. 14-mavzuda ko'rishguncha xushvaqt bo'linglar.
Rahmet.